Hozir men turgan joy Saudiya Arabistonida borligini hech qachon o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Men aniq ayta olamanki, hali biror bir o'zbek blogeri, o'zbek zabon blogeri bu yerga kelib ko'rsatishga ulgurmadi. Men sizga mana shu manzarani ko'rsatmoqchiman. Agar bu videodagi manzara sizni hayratda qoldiradigan bo'lsa, bu videoni maksimum do'stlarga tarqatib qo'ying. Albatta Saudiya Arabistoniga keladigan do'stlaringiz mana shu yerga kelishadi. Videoga ham bitta like bosasiz. Tayyor bo'lsangiz, 1 2 3 bismillah. Men hozir Saudiya Arabistonda Makka va Madina shaharlaridan 3000 metr balandlikda joylashgan shahar, Abha shahrida joylashganman. Bu yerni hali hech kim kelib kontent qilishga ulgurmadi deb o'ylayman va men sizga mana shu yerni to'liq obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Videolarimiz ketma-ketligini tomosha qilib borsangiz, bu yerda juda ham go'zal manzaralar bor. Bu videoga